Tuxum bilan qatiqni bir kunda tanovul qilsa bo'ladimi? Yoki zarari bormi? Da zo'r savol. Ko'pincha oq bilan oqni birga yeyish mumkin emas yoki ikkita narsani bir kun ichida yo bir vaqt o'zida yeyish mumkin emas deb aytishadi. Agar buni O'zbekistonda bunaqa xalqida aytiladigan gaplar, bu aslida salgina mit, lekin yarmi haqiqat. Oq bilan oqda tuxum bilan qatiqni birga yeyish mumkinmi yoki baliq bilan sutli narsani birga yeyish mumkinmi deydigan bo'lsak, agar mabodo sizda hazm qilish sistemangiz yaxshi ishlasa va sizda allergiya bo'lmasa, bemalol yesangiz bo'ladi. Agar sizga biron bir qanaqadir allergiya bo'lsa yoki hazm qilish sistemangiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, o'shanda mana bu ikki xil oqsillarni aralashtirsangiz, sizga yana ham o'sha holatingiz kuchayib ketadi. Nima deganda, har bitta oqsilingiz uchun, masalan, tuxum bitta oqsil hisoblaymiz, qatiq boshqa turdagi oqsil hisoblaymiz. Shuning uchun ikkovi bir vaqt o'ziga kiradigan bo'lsangiz va hazm qilish sistemangiz sizga boshdan bosh yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, sizga allergiya kuchayib ketadi. Ha, tushunarli. Ikkovi uchun alohida bizga fermentlar ishlab chiqaradi-da, o'shalarni parchalaydigan narsa ishlab chiqaradi organizmimiz. Agar muammo bo'lmasa, hatto chetlarda shunaqa ovqatlar bor, shunaqa baliqqa kremlik qilinganda dimlangan narsalar bor, ya'ni sut mahsulotlari ishlatilgan narsalar bor. Baliq bilan birgalikda tuxum ishlatishadi yoki tuxum bilan qatiq birga ishlatishadi. Birgalikda ishlatishadi, bir kun ichida emas, umuman birgalikda ishlatishadi. Agar siz hazm qilishda muammongiz bo'lsa, uni alohida ishlasangiz bo'ladi. Masalan, ertalabki tuxum, tushlikda esa o'sha qatiqni ishlatishingiz mumkin. Ikkovini ikki xil joyga qo'ysangiz bo'ladi. Biroq ko'katlarni ko'p yeyman-da. Mana shu ko'katlarni, nimadir narsalarni o'zi mijozim ham sovuq shekillida mana. Hech isimayman-da, anaqa badanlarim muzda yuradi-da, oyog'im ham muzda, qo'lim ham muzda yuradi. Hech isimayman-da. Bir xillarni qarasam, badani issiq. Keyin qo'lim bilan bunday birodasi so'rashi bunaqa qilsam aytadi, "Voy, buncha muzdaysan" deydi-da. Bilmayman nimaga unaqa, hech anaqa qilmayman. Undan keyin 3-4 kundan ko'proq men shunaqa ertalab uyqusirab, lanj bo'lib uyqusirab yurdim-da. Haligi ertalab haligi ko'katli narsalar, mana bunaqa narsalarga unga frukt, sabzavotlar ko'proq yedim-da. Shu aytdim, sog'ligim oshib ketdimikan dedim-da o'zim. Keyin ilojim yo'q, navbat olib keldimda 3-4 kun navbat choy ichdim ertalab. Navbat choy ichdim. Shuni aytmoqchi edim. Chunki meni sog'ligim ko'proq ekanda, shunga nima qilsam bo'ladi demoqchi bo'ldim-da. Sog'ligi ko'p degani bizda qon aylanishi yaxshi emas demoqchisiz, boshqacha til bilan aytganda. Aha, tushunarli. Qo'l oyog'im muzlaydigani, qo'l oyog'imgacha qon aylanmaydi degani. Sabzavotlar yeyapman, bu meni sog'ligimni tushirib yuboradi degan, ya'ni qon aylanishini pasaytirib yuboradimi degan savol beryapsiz. Sabzavotlar sizda qon aylanishingizni pasaytirib yubormaydi. Chunki ularning o'zining vazifasi boshqa. Sabzavotlarning ichida siz nima olyapsiz? O'simlik to'qimalar olyapsiz, minerallar olyapsiz va vitaminlar olyapsiz. Shuning uchun u sizga tanamga zarar beryaptimi degan narsa emas, tanangizga foyda beradi, faqatgina qon aylanishingizni yaxshilashingiz kerak. Munogen ichyapman-ku, to'xtatmasdan har kuni ichyapman munogenni. Munogen qon tomirini kengaytiradigan narsa. Qoningizda balkim suyuqmi degan bo'lishi mumkin-da, qonni suyuqligi. Yo'q, qonim sal quyuqroq deyishadi, po-mo'yim. Quyuqroq. Mana shu o'sha javob. Mana shu o'sha hozirgi hamma aytgan narsalaringizga javob. Qoningiz bilmasam, shu doimiy правильно питание qilaman. Da. Qoningiz quyuqligi, ayniqsa masalan bizda mikrokapillarimiz juda ko'pda, oyog'imizning uchlarigacha, hamma joyimizgacha bor. Hatto yuzimizgacha borda. Shu uchun sizda qo'lingizgacha, oyog'ingizgacha yetib bormayapti. Ular juda ham tor, quyuq bo'lsa, qon o'sha o'tmay qoladi u yerdan. Chunki mana bunday kichkina joyidan qonni ichida tangachalari bo'ladi. O'shalar buklanib o'tish kerak-da. Hattoki buklanib o'tadigan darajadagi suyuq emas deganida, elastikni emas deganida. Shuning uchun qon aylanishni yaxshilash kerak. Qon aylanishni yaxshilash uchun qoningiz suyuqroq bo'lishi kerak. Sizga quyuq bo'lganligi uchun suyultiradigan omega 3 rosa muhim. Ovqatlaringizdan ham xuddi shunday omega 3lik narsalarni ko'paytirishga harakat qilishingiz kerak. Qancha yoshimiz katta bo'lsa, yo gohida balkim ayrim stresslar paytida qonimiz quyuqlashib qolishi bo'ladi. Yoki sizda doimo правильный питаниедasiz, yaxshigina suv ichib yurasiz, yaxshi ovqatlanasiz. Endi bu safar omegani qolgan odamlarga nisbatan ko'paytirib ichishingizga to'g'ri keladi. Yo, ichayotgan biodobavkalarim ichida ham omega bor dedingiz-ku, ichyapman-ku. Omega borda, o'shani dozasini ko'paytirish kerak. Dozasini ko'paytirish kerak. Dozasini ko'paytirish kerak yoki ovqatlaringiz tarkibida omega 3lik narsa yeyishingizga ko'proq kerak bo'ladi.
Da, O'zi yoshimizda biza qancha katta bo'laversak, muammolarimiz sekin-sekin ko'payaveradi. O'sha uchun qolgan yoshlarga nisbatan ular ichadigan dozamiz sal ko'proq. tushunarli. Omega 3 yong'oqlarda siz doimo yong'oq yeysiz, lekin uni nima qilishi sal qiyinroqda. Ertalab har kuni bitta xurmoni ichiga sariyog' solaman, ustiga to'ldirib o'zimiz dumaloq yong'og'imiz bor-ku, yong'og'ini qo'yib har kuni ertalab ochiq qoringa yeyman. Каждый день. Da. Keling, mana bu sariyog'ni yo'qotishga harakat qilaylik, o'rniga zaytun yog' qo'yishga harakat qilaylik. Zaytun ham Хорошо. mazali. Oddiy salat yog'lari o'rniga zig'ir yog'lar ishlatishga harakat qiling, chunki nimagadir hozir oxirgi vaqtlar gi deydigan, sariyog' deydigan rosa sog'lom yog'ni butun hamma joyda nima edi, mashhur bo'lib ketgan, ko'pchilik sog'lom yog' deb ishlatishadi. Sariyog' gi deb eshitganmisiz? Gi degan yog' ham bor. Yo'q, eshitmaganman. Gi Men bu degani qishloqdan olib keltiraman, sigir sariyog'ini olib keltiraman. da, sigir sariyog'ni da sariyog'da agar o'sha o't yeb o'sgan bo'lsa, foydali hisoblanadi, lekin o't yeb o'sganda foydali bo'lishi mumkin, lekin juda foydali narsaga kirmaydi. Kerak foydali yog'larga o'zgartirishga harakat qilishingiz kerak. Hamma yog'laringizni bitta qarab chiqing, balkim yog'laringizdadir muammo. Yo balkim yana boshqa narsadadir, balkim sizga o'sha medikament yordam kerak bo'ladi qoningizni suyultirishga-da. Shu meditsinani dorisini icha olmayman-da. Oshqozonim nima aytadi, jig'ildonim qaynab qolgani uchun o'zi zo'rg'a o'zimni tuzattirib olganman. O'shaning uchun aptekani dorisini absolyutni ichkim kelmaydi. Biodobavkadan ichaveraman, biodobavka, choylar, biodobavka ichaman. Qattiq yaxshi biodobavka bo'lsa, o'sha yerda Nodira o'sha yerda-da. Lekin aptekani dorisdan qochaman, lekin to'g'risi. Da, shunaqa Nodira opa. Demak, xulosa nima ekan? Sabzavot yeyapman, smuzi cheyapman, salat yeyapman. Demak, meni sovutib yubordi degani emas ekan-a? Tushundim. Qon aylanishi yaxshi emas ekan. Nima uchun deydigan bo'lsak, qoningiz quyuq ekan. Ha, men bir umr shunaqa edim, aytmay, ko'katlarni ko'paytirib yubordim. Sabzavotlarni ko'paytirib yubordim. Shunga suyulib oligana, sullayib qolyapmanmi, shuning uchun uyqusirab qolyapmanmi deb o'ylovdim-da, bo'ldi, tushundim. Da, uyqusirashning sababi ham xuddi shunday. Qon yaxshi yurishmagan paytda kislorod yetib bormaydi odamga, o'sha uchun uyqusiraydi. Tushunadi, rahmat. Da, salomat bo'ling, xo'p. Bilimlari ziyoda bo'lsin. Hozir случайно kirib qoldim efirga. Telegram kanalingizga podpisanman, lekin marafonlaringizda qatnashmaganman. Kuzatib turaman, reklamli nimalaringizni, roliklaringizni ko'raman. Yaxshigina ilmingiz borligini his qilganim uchun Telegram nimangizdan chiqib ketmaganman. Kerak bo'ladi deb ko'pincha nima qilaman. Men bitta savolim bor. Menda xronический desa ham bo'ladi. Anemiya, kamxonligim bor. Yoshim 45 da. Men bu har xil sotsiumdagi o'sha smuzi deydimi, kokteyl deydimi, qon ko'paytiradigan bir nimalarni ko'pana qilishadi-ku. Men lavlagi sabzi olma qilib, so'kini so'qijmalkadan chiqarib ichib yurdim-da. Lekin unaqa darajada, unaqa zo'r ko'tarib beradi degan nimani natijani olganim yo'q. O'sha bir so'ramoqchi bo'lgan narsam, haqiqatda mana shu nima deydi, sabzavotlar gemoglobin, ferritin o'sha nimasi, anaqasi fundamenti bo'lgan nimasini, o'sha ferritinni ko'taradimi? Yo bulardan foyda unaqa nima deydi, reklama qilishganday, targ'ib qilgandaychalik foydasi unaqa emasmi? Chunki men unaqa natijani sezmadim-da. Salkam bir oy ichdim. Mana men gapim oxiriga yetkazib boray. Men Malishevada ham ko'rdim. Malishevani передачасida tipa kollagen deb shuni reklama emas, endi targ'ib qilishuvdi. Lavlagi so'kini kuniga ichsa, o'sha мышечный massaga и o'sha temirni ko'tarishiga, o'sha tashishiga eritrotsitlarni yordam beradi. Men hech shunaqa bir передачасini ko'rganman, qiziqib nima qilganimda, demak foydasi zo'r bo'lsa kerak deb. Lekin unaqa uzoq vaqt emas, bir 20 kundan oshiq ichdim-da. Lekin unaqa deyarli sezilarli ko'tarilmadi. Endi bilmadim, u dori-darmonsiz ko'tarilishi qiyinmi? Shuni so'ramoqchi bo'lganim, haqiqatan shunaqami yoki bu narsalar hammasi nimami? Mifmi? Yarmi to'g'ri, yarmi yetishmaydi. Yetishmaydigan taraflar nimadan iborat? Gemoglobin past deyapsiz-da. Gemo degani hemo, temir. Globulin degani bu aminokislota, ya'ni oqsil. Sizga temir bilan oqsil birikmasida gemoglobin bo'ladi. Siz faqat temirni olyapsiz, nimani olmayapsiz? Oqsil. Oqsilni olmayapsiz. Lekin oqsil kam chiqdi analizimda. Belok kam chiqqan.
Mana shu javob. Bundan tashqari vitamin B guruhi ham kerak bo'ladi. Umuman siz ovqatlanishingizda hozirgi aytayotgan gapingiz bo'yicha balans yo'q. Yo'q, Balans yo'qligi uchun sizda doimiy ravishda anemiya, uyquchanlik, energiya yetishmasligi, tez charchoqlik, bu xronический o'tib ketdi tanada, muskul yetishmayapti. Bu yetishmaganligi uchun sizda hattoki qoningizni tarkibidagi muskulni olyapti. Tanangizdagi ko'p muskullarni ishlatib bo'ldi-da, oqsilni ishlatib bo'ldi organizm, ya'ni parchalab. Bundan keyin sizda organlaringizdan sekin-sekin ishlatadi, parchalaydi sekin-sekin. Ya'ni o'sha uchun organlaringizning funksiyalari sal pasayib boradi. Umumiy ravishda sizda tanangiz borgan sari slabiy bo'lib ketaveradi. Buni qanday qilib to'xtataman desangiz, siz unga kerakli bo'ladigan narsani to'liq bermayapsiz, parcha-marcha beryapsiz. Doimo demayman, shunday biron bir dorilar, biodavkalar ichib yurishim kerakmi degan narsa sizga keyin paydo bo'ladi savol. Eng fundamental tarafda tuzatmaganligingiz uchun Gulchehra opam. Shuning uchun agar istasangiz marafonga kiring, biz aynan mana shu yerda balansni qaraymiz. Chunki bu balansni qaramasangiz, tana o'ziga kerakli hamma qurilish materialini olmasa qayerdan oladi u? Ishlash kerak, faoliyat yuritish kerak. Qayerda zapas bo'lsa, o'shani parchalaydi-da, maydalaydi, o'shani ishlatadi. O'sha sizga xronический anemiya bor degani, sizda juda ko'p yildan beri ovqatlanish haqida ilmingiz yo'q degani. Ilm bo'lganda bunaqa holatda hech qachon tushmagan bo'larsiz, qiynalib yurmagan bo'larsiz. Ilmni qanday o'rganamiz? Har xil joydan parcha eshitib emas, Maldishovadan kimgadir qandaydir parcha, Zila Abdullayevadan kimdan qanaqadir parcha emas, to'liq bitta ilmni kirib, o'zingizning misolingizda, o'zingizning dasturxoningizda, o'zingizning tarelkangiz misolida o'shani qilib ko'rib, his qilib ko'rib, qanday qilib siz o'zgarganingizni tanangizni his qilib ko'rib, o'shanda o'rganasiz. Bu muammolarni именно o'sha ovqatlanish ilmi bilan bartaraf qilsa bo'ladimi yoki ovqatlanish ilmi bilan bartaraf qila olasiz? Chunki sizga qanaqadir medikamentlar yetishmayotganligi uchun bo'layotgani yo'q. Yoki qanaqadir nima deydi, organizmda jarrohlik qilish kerak emas, ya'ni rasmiy tibbiyotga borishingiz shart emas. Bu odatda oddiy nutritsiologiyada osongina hal qilinadigan narsani siz yillab aziyat chekyapsiz. Demak, marafonga marhamat, o'rganasiz bu narsani. Chunki ichki tiklanish bo'ladi, u yerga bitta bo'lmas. Men aminmanki, yana boshqa muammolaringiz bor. Sekin-sekin o'sha narsa ham siz yillab juda katta summa sarf qilib tikla olmagan sog'lig'ingizda bor yo'g'i 10 kunning ichida o'sha bilimni o'rganib, o'zingizda sinab ko'rib, his qilib ko'rib tiklanishga yordam beradi. Bu individualniy emasda, общий hammaga bir xil ham bor. Individualniy bu men bilan to'g'ridan to'g'ri shaxsiy ishlash, bu shaxsiy konsultatsiya. Uni narxi $100 turadi. Ungacha bo'lgan hamma diagnozlaringiz, qanaqa analizlaringiz bo'lsa, hammasini to'plab, muammolaringizni hammasini ro'yxati bilan to'plab, to'lov qilib kelasiz. O'shanda siz bilan shaxsan shug'ullanaman. Hamma muammolaringizni va sizga mos bo'lgan narsani tanlaymiz. Shunga qarab, balkim sizga qanaqadir mashqlar to'plami kerak bo'lsa, muammongizni qilib uni kiritamiz. Ovqatlanishlar yoki biron bir funksional yedalar, balkim badlar kerak bo'ladi. Siz ahvolingizni analiz qilgan holda uni kiritamiz. Bir hafta siz bilan ishlaymiz shaxsan. Marafonda 10 kunlik marafonda narxi qancha? 399 ming so'm. 400 ming, Taxminan 400 ming. U anaqa Gruppovoy. 10 kun gruppovoy 10 kun davom etadi. Shunaqami? Kuniga davom etadi, Kuniga beriladi darslar. Har kun yangi leksiyalar bo'ladi. Siz bilan siz har kun ovqatlanishingizni 2 marta bo'lsa 2 marta, 3 marta bo'lsa 3 marta ovqatlanishingizni rasmini qo'yasiz, korreksiya qilinadi ular, balansini ham to'g'rilanadi va общий umumiy gruppada ham bilim olgan holda ovqatlanishingizni to'g'rilab borasiz. Zo'r odzivlar ko'p keladi. O'shin boshdan-bosh seryozni kirishib, jiddiy kirishib shug'ullanayotgan bo'lsangiz, sizga ham xuddi shunday yaxshi effektlar bo'ladi. Inshaalloh, rahmat. Katta rahmat. Ruxsat so'radim, xudo xolisa niyat qilyapman. Rahmat sizga. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Rozi bo'ling bergan informatsiyalaringizga, ilmingizga. Rahmat. Rahmat. Savollardan birdan javob bera boshlayman. Nega marafon 10 kungina bor yo'g'i deb savol beradigan ko'p kishi bor. 10 kun ichida men muammomni hal qila olamanmi deydigan. Chunki ayrim kishilar juda og'ir muammolari bilan keladi. Masalan, o't xaltam
yaxshi ishlamaydi. Ayrim kishilar esa mani nima deydi, hazm qilishim yaxshi emas. Ayrim kishilar astma bilan kelishadi. Hamma har xil muammo bilan keladi. Yo yuzlarida papilloma to'lib ketgan, yo juda ham depressivniy holatda yoki bo'g'im og'riqlari masalasidan. Nima uchun u kun bunaqa qisqa vaqtni biz belgilaganmiz? Bu qisqa vaqt ichida siz muammoingizni ancha ko'pini hal qilasiz va o'zingizga ko'nikma hosil qilasiz, o'zizni misolingizda rosa ko'p o'rganasiz. 10 kun eng yengil informatsiyalarni to'plab siz bilan nima deydim, quyuq shug'ullanadigan vaqtimiz hisoblanadi. 10 kun bemalol sizga yetadi bu narsa bilan shug'ullanish uchun. Keyin nega summasi 399 ming so'm. Ayrim kishilar buni qimmat deydiganlar bor. Marafon davomida va marafon oxirida kelib, bundan ortiq summa sarf qilib, hal bo'lmagan muammolarimni shuni arzon summaga hal qildim deb rahmat deb aytib chiqib ketadiganlar bor. Summa mehnatidan даже biza qiladigan mehnatga nisbatan даже arzon qo'yilgan hisoblanadi. Juda katta mehnat qilamiz u yerda. Sizlar oladigan effekt bundan ham ortiq. Chunki ko'pchilikdan so'raymizda, hozirgacha mana shu muammoingizni hal qilish uchun qancha vaqt bilan qancha summa sarf qildingiz deb so'raymiz. Va ular bundan ortiq katta summa sarf qilgan bo'ladilar. Bizni qilayotgan mehnatimiz qo'yilgan summadan ham arzon. Buni marafonda qatnashib, oxirida o'zlaringizda bo'lgan o'zgarishlarga qarab, buni tanalaringizda his qilasizlar. Aynan hozir bizlar ichki tiklanishni yoki ichki tiklanish marafoni kerak. Nimaga menga kerakmi? Meni holatimga kerakmi deydigan ko'pchilikni savollari bo'ladi. Chunki savollarini keyin dashli so'raydigan bo'lsa, juda ko'p har xil kasalliklari bo'ladi-da. Masalan, yo men ozg'inman, menga ozish uchun emas. Menga tiklanish uchun kerak deydigan kishilar bor. Shuning uchun ayni hozir men bu kuzda boshlayotgan bo'lsalaringiz, bundan keyin yana immunitetlaringiz pasayadigan, juda ko'p gripplar tarqaladigan vaqti bor. Mana shu gripplarga ayni chidamli bo'lib chiqa olasizlar. Gaplarga uncha e'tibor bermangki, mioma nimaligini bilmasdan kelaveribman. So'ramay nimadan, doktordan. Nima bo'ldi? Bu safar doktordan so'ra olasiz. Menga medikamentozniy lecheniya kerakmi, yo'qmi degan narsani. Doktordan medikamentozniy lecheniyani ulardan olasizlar. Lekin undan tashqari miomaga olib keladigan sabab biron bir yallig'lanishlar bo'lishi mumkin tanangizdagi. Bolachangiz hali emizig'li bo'lsa ham, xuddi shunday marafonga istasangiz qatnasha olasizda, ovqatlanishingizni sal tartibga solsangiz, ham bolangiz uchun foydali sut bo'ladi. Ham o'zingizda tanangiz ham tezroq tiklanib ketadi. Men bu nima disbalans, gormonal disbalanslar ketadi. Chunki har qanaqa bizni ayollarga juda ham nozik bizda tanamiz. Ko'p ish qila olsamiz ham nozik bizda biron bir narsalar og'ir ta'sir qiladi. Stresslarga o'xshash narsa yoki biron bir noto'g'ri ovqatlanishlar yoki balans yo'q qolgan narsalarda mana shu hamma narsani birgalikda hal qilasiz. Ham programmamizda anti-stress programmamiz ham bor o'sha ichki tiklanishga. Chunki tanamiz bilan miyamiz ham rosa bir-biri bilan bog'liq. Toksinlardan tozalanishlar bor. Как раз yaxshi ham bolangiz uchun sifatli sut, ham o'zingiz uchun tiklanish bo'lib chiqib ketishingiz mumkin. Lekin doktordan albatta so'rab oling, sizga qanaqa medikamentozniy yana yordamlar kerak ekanligini. Bu safar borib aniq ayollar sog'lig'iga da e'tibor bo'lishingiz kerak. Nimadan bo'ldi shu narsani opajon bir nima qila olmaysizmi? Chunki shuni ham bila olmay qoldim. Nimadan bo'ladi aynan? Uni o'sha analizlaringizdan so'rashadi. Balkim sizga virus bormi, balkim yurga shamollash bormi? O'sha analizlar orqali bilishadi. Biz analiz qilmasdan turib fol ochmaymiz. Bizlar doktordan kelgan diagnoz aytilgan narsalarga mos o'sha odamni sog'lomlashtiruvchi ishlarni qilib boramiz, o'rgatib boramiz. Hamma butun dunyoda nutritsologiya shunaqa ishlaydi. Nutritsologiya bu ofitsial meditsina bilan yonma-yon ketadigan narsalar. Masalan, doktor analizlar qilib aniqlaydi, demak, senga o'sma borda. O'sma uchun kerakli narsalarni beradi, bizlar esa organizmni sog'lomlashtirib beramiz. Toksinlar ustida chiqarishga yordam beramiz, uni immunitetini yaxshilab beramiz, uni tanasi, mana hozir bitta gemoglobin past degan kishini eshitdingizda, uni ovqatlanishi yomon bo'lganligi uchun shunaqa holatga kelib qoldi. Meditsina unga vaqtincha yordam beradi, biz esa uni asosini yo'qotamiz. Shunaqa qilib so'rab olasiz. Va sizga ham albatta ichki tarafdan tiklanish kerak. Chunki men o'zim bilaman, agar keling bitta yaxshi narsa sizga aytib beraman. Mioma, kistaga o'xshaydigan narsalar ayrim paytda gormonlarni noto'g'ri gormonni tashqaridan ko'p olib olishimizga ham kelib chiqadi. Masalan, men o'zimda mana shu yil tekshirganim bo'yicha menda kista bor deyishdi.
ayni ko'krakda va женский organda. O'zimni turli sog'lig'im doimo yaxshi badlar ichaman, sog'lom ovqatlanaman. Ozuqalar haqida bilim borda. Demak, keysdan nimadan kelib chiqadi? Gormonlar ko'payib ketganda, женский gormon ko'payib ketganda kelib chiqadi. Xo'p, savolda nima uchun женский gormon ko'payib ketdi degan savol keladi. Женский gormon o'zini tanamni ichida o'zinikini kerakli balansda ishlab chiqaradi tana. Lekin biz tashqaridan ham olamiz gormon. Masalan, men Yaponiyada yashayman. Yaponiyaning ozuqalarini ichida qayerda женский gormon bor deydigan bo'lsa, bu soya mahsulotlarining ichida. Undan tashqari, mollarda sutni ko'paytirish uchun gormon urishadi ularga. Sut ko'p bo'lishi uchun sutli mahsulotlardan. Hamma ratsionimdan sutli mahsulotni 100% olib tashladim. Bizda unaqa tabiiy sutlar kamroq. Ya'ni nima degani? Hech qanaqa gormon urilmagan, antibiotiklar urilmagan mol go'shti ham kam. Mol go'shtlarda, shunaqa narsalarda, ayniqsa sigirda ko'p gormon urishadi, ko'proq Amerikada ham xuddi shunaqa. Ko'proq sut chiqarishi uchun-da. Sutli mahsulotni olib tashladim va tarkibida tabiiy женский gormonga o'xshash narsa bor bo'lgan soyavali mahsulotlarni olib tashladim. Butun ratsionimdan va 2 oydan keyin yana qayta analiz topshirgani bordim. O'shanda 2 oymidi, 1 oymidi 3 barobar kichraydi dedi. Ko'rdingizmi, men hech qanaqa preparatlar ichmadim. Hech qanaqa nimalar qilmadim. Faqat ratsionimdagi ayrim narsalarni umuman chiqarib tashladim. Mana shunday qilib biz bilmagan holda plastmassadan qilingan, plastmas idishlarning ichidagi ovqatlarni yeymizmi, u ham bizning gormonimizga o'xshaydigan tarkibida shunaqa narsa bor. Ekologik gormon deyshadi, ya'ni o'sha plastmassani moddasi bizning tanamizga ichiga kirsa, женский gormonga o'xshash ximik sostav. O'shanda ham odamlarda ko'pincha gormonlari balansi buzilib ketadi. Shuning uchun bizani oshxonamizdan plastmaslarni rosa kamaytirishimiz kerak. Plastmasga solingan narsalarni rosa kamaytirishimiz kerak. Shunga o'xshab, juda ozuqalar haqida bilim o'rganish rosa muhim narsa. Nasib bo'lsa, bularni yana ham detalni o'rgatadigan noyabrning oxirida klub ochaman. O'sha klubga yana ham ko'proq o'rgatib boraman. Ferida, savolingizga javob ololdi shekilli. Oldim, rahmat opajon. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Juda ham foydali, zo'r ma'lumotlar berasiz. Men o'zimni qiziqtirgan savolim foydali va zararli yog'lar haqida bermoqchi edim. Foydali yog'lar bilamiz, masalan, endi ko'proq oliv yog'ini O'zbekistonda nima qilishadi, lekin Yaponiyada juda ham turlar ko'p. Mana uzum danagidan olingan yoki har xil o'simliklar danagidan olingan noyob, qimmat yog'lar bor-ku, o'shalarni xususiyatlari va bir-biridan farqlari haqida, organizmga foydali yog' qanday ta'sir qiladi, zararli yog' qanday ta'sir qiladi va o'ta foydalilari qanday ta'sir qiladi, shular haqida menimcha ma'lumotlar o'zimga ham qiziq, boshqalarga ham qiziq bo'lsa kerak. Yaponiyada yashaganingiz uchun aytaman. Yaponiyada superfoodlar juda ham yuqori narxda baholanadi O'zbekistonga nisbatan. O'zbekistonda superfood lekin arzon turadi. U yerda hali O'zbekistonga bunaqa marketing kirib kelmagan. Yaponiyada ko'p aholi o'sha ovqatlanish haqida, sog'lom ovqatlar haqida bilimi bo'lgani uchun xaridorlarni talabi yuqori foydali narsaga. Chunki Yaponiya juda uzoq umr yashaydi. Uzoq umr yashash uchun ham ular o'zlarini ovqatlarini ko'piga qancha yosh katta bo'laversa, shuncha foydali tarafga qarab o'zgaraveradi. Meni o'zimni qaynotamdan misol oladigan bo'lsak, qaynotamni ota-onalari 95 dan oshib, undan keyin yotib qolib, keyin olamdan o'tishadi. Ya'ni 100 ni tagida, bir 3 kam 100, 2 kam 100 da olamdan o'tishadi. Shunaqa darajada uzoq vaqt yashaydi. Uzoq vaqt yashashiga ham sabab juda ham ovqatlanishiga katta e'tibor beradigan odamlar ko'p. Shuning uchun Yaponiyada uzoq yil yashashni istaydigan va bilimli odamlar ko'pligi uchun va bog'chadan boshlab ularga nutritsiologlar ishlaydi bog'chasidan. Maktabda ham qaysi oddiy kafe restoranlarga kirmay, hammasida set menyular bo'ladi. Hammasi balansi yaxshi tuzilgan menyular. Bizlar endi O'zbekistonga bu narsani kiritib o'rgatyapmiz. Kelinglar, o'rgatamiz debda marafonlar qilib endi o'rgatyapmiz. Yaponiyada hamma biladi bu narsani-da. Shuning uchun marketing shunday ishlaydiki, eng foydali sog'liqqa foydali bo'lgan narsalar rosa yuqori qimmat narxda. Hamma qimmat narxdagi yog'ni olishingiz mumkin. Agar o'sha zaytun yog'i arzonroq sotilayotgan bo'lsa, uni arzonroq sotilishining sababi bor. Yoki idishi plastmas bo'ladi, yoki boshqa siqimda bo'ladi. Sovuq siqimda emas, ikkinchi, uchinchi siqimda yoki boshqa yog'lar bilan aralashmasi bo'lgan bo'ladi. Navlari, ya'ni sorti pastroq, sorti pastroq bo'ladi. Sovuq siqimdaligi muhim, sovuq siqimda bo'lganligi va idishi shishada qilinadigan bo'lsa,
u eng qimmat yog'lar. Qimmat yog'larda har xil turdan olishingiz mumkin, lekin hattoki o'ta foydali bo'lsa ham uni miqdoriga qaraysiz, oshirib yubormaysiz. Har bitta o'tirib ovqatlanganingizda umumiy ovqatingizdagi yog'ingiz oshib ketmasligi kerak. Chunki agar oshib ketadigan bo'lsa, o'sha sizga katta kaloriya beradi. Hattoki foydali yog' bo'lsa ham katta kaloriya beradi. Ortiqcha kaloriya bizlar uchun yog' bo'lib yig'ilib qoladi. Ya'ni organizm semirtiradi. Shuning uchun o'ta foydali bo'lsa ham doimo Me'yor, muhim. me'yoriga, miqdoriga qaraymiz. Foydasiz eng zararli yog'lar, eskirgan yog'lar, ayniqsa qovurilib sotilib turadi-yu. Ana shu. Har xil fast foodlarda ham qovurilgan narsalar ko'p. Eskirgan yog'lar. Qisqasi eskirgan yog' qonni quyuqlashtiradi, bilashkalar hosil qiladi, oksidativ stresslar o'ylab topadi. Umuman mana shunaqa foydali yog'lar qaysi, foydasiz yog'lar qaysi, har bitta narsani o'zini ilmi bor. Men bu ilmni chuqurroq o'rgatish uchun, bu ilmlarni chuqurroq bilish uchun bu efirlarda to'liq men sizga hozir leksiya o'qib bera olmayman. Chunki ko'pchilik hozirda o'ziga 3 ta kishi qo'lini ko'tartiribdi. Rahmat. Va bu uchun menda kurslar tashkil qilinadi noyabr o'rtasidan, sog'lomlashtirish kurslari. Mana shu kurslarida boya aytayotgandek, qayerda xavflar bor, qayerda esa foyda bor degan narsani, ilmni juda chuqur o'rganishga harakat qilamiz. Har tarafda foydali retseptlar bilan birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. O'sha yerda qatnashsangiz, nasib bo'lsa o'rganib borasiz. Rahmat Zilapa, ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta, allergiya haqida juda ko'p narsalarni o'qidim, Instagram orqali, Telegram orqali va o'zimni qiynayotgan kasallik haqida sizdan ma'lumot olmoqchiman va qanaqa nimada davolansam bo'ladi deb sizga murojaat qilyapman. Allergiya. Allergiyani shuncha ko'p men anaqalarimni eshitib, nimalarni tushundingiz? Masalan, o'zingizga nimani qo'llay olyapsiz, nimalarda qiynalyapsiz? Men birinchi olganim bu allergiya ichaklarni yaxshilab tozalab, qonni yaxshilab tozalansa allergiyadan butkul xalos bo'lasiz. Sizni qiynayotgan kasallikdan xalos bo'lasiz deganingizni juda ko'p eshitdim. Va uydagilar bilan maslahatlashib, sizni shu marafoningizga qatnashishga ruxsat berishdi. Va shu yo'nalish bo'yicha siz bilan muloqot qilib davolanmoqchi edim. Chunki ko'p doktorlarga bordim, yaqinda borganimda emlashlar aytdi, juda kuchli ukollar aytishdi, 3 yil davomida davolaymiz deyishdi, lekin bu narsalar olganim juda qo'rqdim va tabiiy yo'lga o'tishga harakat qildim. Keling bitta savol beray. O'sha agar mabodo nimalarni oladigan bo'lsangiz, ukollarni oladigan bo'lsangiz, necha pulga tushardingiz? Mana shu 1 oy, 2 oy hisoblovdik, 5 milliondan oshiqqa tushyapti. 5 millionlik oshiq narsada. Endi o'sha 5 milliondan oshiq sarf qilib, lekin o'shanda ham to'liq sizga muammongiz hal bo'lmasligini aytishdi-da. Xuddi shunday. 3 yil mobaynida shundoq qutulib chiqib ketasiz bu kasallikdan dedi-yu, lekin ukollarni olgani qo'rqdik. Allergiyani to'g'ri tushunibsiz. Xuddi shunday bizani ichaklarimiz, toksinlarni, umuman ichki organlarni tozalash va tiklash bo'yicha qilamiz. Xavotir olmang, hamma narsa mazali ovqatlar bilan bo'ladi. O'zingizda ro'zg'oringizdan ovqatlarni qilib tiklanishga kirishasiz. Faqat bittagina narsa, nimaga nisbatan allergiyangiz bor ekanligini qoningizda analizini tekshirib bilib olishingiz kerak. Sizga bu bir umrlik kerak bo'ladigan narsa. Marafon davomida boshidan to'liq bajarishga kirishing. Hamma 100% bajaradigan bo'lsa, siz 150-200% bajaring. O'shaning ichida o'sha 3-4 kundan birdan sizda rezultatlarni his qila boshlaysiz. Hozir siz aytgandek analizdan biling qoningizdan dedingiz. Bu analizga albatta topshirdim. 99 xil allergiyaga analiz topshirdim. Bundan deyarli 66 shunaqasida allergiya chiqdi. Juda ko'p allergiya chiqdi. Eng yuqorisi uy changiga allergiya chiqdi. Uy changi allergiya. Tushundim. Unday bo'lsa, ovqatlanish orqali, agar ovqatlanishda o'zini faqat kuchi yetmaydigan bo'lsa, nima ham qilish kerak? Badlar kiritishga to'g'ri keladi. Siz o'sha marafonga qatnashib 10 kun ichidagi rezultatlaringizga qarang, qanaqa darajada hal bo'luv va uzoq yillar xuddi shunaqa ovqatlanishda bo'lishingiz kerak, chunki tanangiz doimo tiklanishda yaxshi o'zini ahvolda bo'ladigan bo'lsa, o'shanga nisbatan bo'lgan allergiyani sezuvchanligingiz pasayib boradi. Keyin nimaga nisbatan allergiya chiqqan bo'lsa, shuni hayotingizdan ketkazishga harakat qiling. Masalan, uy changimi, uyni tozalashni, chang to'planadigan joylarni tozalashga harakat qiling.
harakat qilaman. Rahmat. Chunki menda ham xuddi shunday uy changi va mohorga nisbatan allergiyam bor. Men уже tuzalib ketgan qancha yil bo'ldi. Lekin bu xotirada qoladi. Tanasini xotirasida, ayni immunitetni xotirasida qoladi. Qayerdadir juda ko'p chang to'planib ketadigan bo'lsa, bizlarga allergiya qo'zg'aladi. Ya'ni burni sensor bo'lib qoladi. Hayotingizda o'sha narsani olishga harakat qilasiz, doimiy sizga o'sha dori kerak emas bo'ladi. Oldin menga doimiy har kun dori kerak edi. O'ta kuchli dorilar. Men o'ta kuchli dorilar bo'lmasa ham bemalol hayot kechiradigan darajada. Kamroq o'sha chang to'plansa hech qanaqa reaksiya qilmaydi, lekin chang ko'payib ketsa, o'shandagina uyda ichida chang ko'payib ketsa, o'shandagina sizga reaksiya bo'ladi. Oldin hamma joy toza bo'lsa ham, kamroq qayerdadir qanaqadir chang bo'lsa, o'shanga reaksiya ko'payardi-da. O'ta sezuvchanlik ko'p edi. Undan keyin o'sha yana boshqa kasallik, boshqa allergiya, sizga o'xshab 66 ta narsaga nisbatan allergiya bo'lib ketgan. Ko'rdingizmi, o'z vaqtida qilmaganligingiz uchun sizga allergiya ko'payib ketgan. Shu turishga qoldirsangiz, yana ko'payib ketadi. O'ta kuchli bo'lib, hech narsa yeyolmaydigan darajagacha kelib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har doim kasallikni oldini olish bu eng arzon va eng nima qilish yo'li, eng oson hal qiladigan yo'li va bunaqa mani marafonlarim bunaqa katta summali hal qila olmaydigan narsani mani marafonimdagina bor yo'q kichkina summada hal qilish mumkin. Ya'ni katta qiymatni qisqa 10 kun ichida bemalol o'rganib keta olasizlar. Boshdan-bosh nima yaxshi kirishadi. Marafon boshlanganda. Xo'p, rahmat kattajon. Sog' bo'ling, xo'p. Birinchi marafoningizda qatnashgandim. Judayam zo'r natija olganman, ya'ni qabziyatdan ko'proq aziyat chekardim. Hozir shunaqa xursandman, o'sha narsalarni doimiy bo'lmasa, lekin qilaman, qabziyat yo'qolib ketdi. O'zim jussam kichikroq, kiloyim 61-62 chiqadi hozirda. Sof og'irligim 57 kilo bo'ldi. Juda ham kichkina bo'lib ketibsiz, ozib ketibsiz, nimaga deyishyapti. Shunga savolim, smuzilarni hozirgacha to'xtatmayman. Apelsinda juda ko'p yeyman, chunki yuzlarimda dog'larim aniq bo'lib bilinib qolgandek, ochkiga o'xshab ko'z ikki yonlarda yuzlarimda. Ashular qaytdi. Ancha umuman bilinmaydigan. O'zim shunaqa xursandman ayniga qarasam. Endi shunga so'ramoqchiman, shu smuzilar bir xilga nimalarda bildim. Smuzi ozitdimikan olmani, banan, apelsin. Shuni solardim ko'proq. Rayhon nimalar solmaganman. Eslating kechirasiz. Bo'yingiz qancha? Bo'yim necha kelgan? O'rta bo'yli 1.60 chiqsa kerak. 1.60, aha. Shu kiloyim rostdan ham tushibdi. O'shanga hamma kim bo'lsa, nima ozib ketdingiz? O'tgan oyda bunaqa past edingiz deydilar. Bir oyda ko'rishadigan dugonalarim bor. Bilmasam deyman, o'zimga bilinmagan ekan. Tashqaridagilar nimaga bunaqa bo'lib ketdingiz deyishyapti. Bir xilda rejimda, shu marafon davomida o'zim jigarimda yog'im ham bor edi. Doktorga ko'ringanman o'zida. Essential Forte bor, o'shandan ham 200 tacha ichdim. O'sha paytda baravar uni ham ichavergandim. Buni ham marafondagi narsalarni ham har kunligini tashardim. Men rekomendatsiya qilmagandim, nima edi u? Jigarda yog'ini tozalaydigan. U doktorimiz yozib bergandi masida. Aha, doktorniki, aha. Okay. Shunaqa edi. Ikkovsi birga bo'lib hozir soyali narsalar haqida ham gapirib o'tishcha oldin. Shu soyadan bo'ladi-ku u narsa. O'shani bir-biriga bog'liq bo'lib, ikkovsi bir bo'lib shuna ozitdimi keyin. Ammo yengil bo'lib mazza qilyapman. Hansirardim, juda yomon hansirardim. Ham qabziyat, ham hansirash. Hozir yengil zo'rman, lekin nimaga ozib ketdingiz? Kichkina bo'libsiz deyapti. Endi bitta savol bersam maylimi? Siz o'zida hozir sog'lom his qilyapsizmi yoki nosog'lom his qilyapsizmi ozib ketib? O'zimni juda ham qushdek yengil his qilaman. Mazza qildim. Hali mashqlarni qildim bu nima davomida marafonda. Hozir ham qilib turaman. Erinmasam, hali ertalab ham. U yurgan yo'limda ham qilaveraman. Kunduz bo'shab qolsam ham qilaveraman. Faqat ertalab kechqurunga odatlanmadim. Doimiy qilaman. Juda ham yengillikda shu marafonda zo'r his qildim. Sizni uchratgan shu baribir telefon orqali, YouTube orqali ko'ramiz, internetlar orqali. Shunaqa xursandman. Qancha dorilar ichdim undan oldinlar qabziyatga. U vaqtinchalik narsa. U sog'lom ovqatlanish shunaqa zo'r narsa ekan. Kimga bo'lsa aytaman, qanaqa ekan deyshadi, shunaqa deb tushuntiraman. Juda ham mazza qildim. Yengilman, sog'lomman. Lekin odamlarning gapi meni nimamga keltirib, nonni ham kamaytirib o'tam. Yana nonni ko'p yesammikan, xamirli ovqat yesam, xamirli ovqat o'zi 2 yildan beri yemayman. Ayta-bayta bo'lib qolsa ham unchalik yemayman. Yana bitta savol. Ozib ketganingizda sizni o'zingiz zo'r his qilyapsiz, sog'lom his qilyapsiz. Ko'rinishda chiroyli bo'ldingizmi? Juda ham. O'zim yuzimga oldin ko'rib, shunchaki nima edi, ikki yuzim kuyganga, oftobdan kuyganga o'xshab ketar edi. Hozir shunaqa tindiq nima qildingiz? Nima surkayapsiz? Deyishyapti. Yo'q, shu narsa deb qo'yaman, shanishmaydi. Endi sog'lom ovqatlanish zo'r narsa ekan.
Ну, endi shu Da. odamlarning gapiga unaqa Yana bo'lib qoldim. bitta savol. Sizni qomatingiz sizga yoqayaptimi? Yoqadi. O'zi qomatim juda yaxshi. Siz nimaga qomat saqlab yurasizmi deyshadi. O'zim shunaqaman deyman. Yana ham ozibsiz deyshadi, lekin yengilman. Kichkina qomat bilan ham hansirardim-da oldin. Endi hozir umuman yengilman. Oddiy zinalardan chiqisham. Da, sizda jigaringiz yog' bosgandi. Yog' bosgan jigar ketdi. Sizda kislorod yetishmaslik, qon tomiringiz ichidagi bilashkalar bor edi-da, nafas o'shanda qisilardi, hansirardingiz-da, u ketdi. Yuzingizda dog'lar bo'ldi, u ketdi. Har taraf go'zal bo'ldingiz, oqardingiz, qomatingiz chiroyli. Nimadan yana aziyat chekasiz? Odamlarning gapidanmi? Chiroyli bo'lsangiz, qomatingiz zo'r bo'lsa, sog'lom bo'lgan bo'lsangiz, bor yo'g'i 10 kun ichida o'rgangan bilimlaringiz hozirgacha davom ettirib maza qilayotgan bo'lsangiz. Shunga deyman, yana ham bunchalik tushib ketmasligi uchun yo hozirgi nimam normadami, tushib ketmasligi uchun hozir smuzilarga nima qo'shsam bir xilda turadi demoqchiman. Uzganim yo'q, lekin apelsinni hattoki tabletkasigacha ichib yuraman. C vitamin. Smuzilar shu turishda qoladi. Ovqatlanishingizda e'tibor qilgan bo'lsangiz, biz balansni to'g'rilagan edik. O'shanda oqsilni ko'paytirasiz. O'shanda salgina muskulli bo'ladi. Chunki yurgan yo'limda ko'p mashq qilyapman dedingiz-ku. Sizga o'sha yetarli darajada oqsil ko'paytirsangiz, qomatingiz shunaqa go'zal bo'ladi, balerinaga o'xshaydigan muskullaringiz chiroyli bo'ladi. Bu safar keyin ichi qizigandan ham hozir senga yarashmaydi, sal semirgin deyishadi keyin. Chunki ko'pchilikda O'zbekistondagi kishilarning orzusi chiroyli qomatda, zo'r kayfiyatda, oppoq yuzda va yengil bo'lib, kayfiyati zo'r bo'lib yurishda. Sog'lom bo'lishda ham hamma u yerda sog'lom odam kam O'zbekistonda. Mingdan ming roziman o'sha marafonga qatnashganimdan, o'sha marafonga to'g'ri kelganimdan 2 kundan keyin boshlangan edi. Shunaqa xursandman o'sha kunda uchratganiga, o'sha kunga deyman. Juda ham mazza qilaman. Hozirgacha o'zimga qilib yuraman hamma tavsiyalarni. Mazza rahmat, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Semirsangiz ham semirib ketibsan deydilar, ozsangiz ham ozib ketibman deydilar. Hattoki yuzingiz oqarsa ham rosa oqarib ketibsan, deydi. Dog' bossa rosa dog' bosib ketibdi, deydi. Asosiysi odamlarning gapi emas. Sizni fokusingiz o'zingizda qaratilgan bo'lsin, e'tiboringiz. Men o'zimni qanday his qilyapman degan narsa. Mazza qilyapsizmi? Davom eting mazza qilishda. Muskul yig'ishni istaysizmi? Oqsilni ko'paytirasiz, boyagi aytilgan tariqadagi balansda. Katta rahmat. Sog' bo'ling, ilohim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh nasib qildi, bizga sababchi bo'libmiz. Salomat. Rahmat, sog' bo'ling. Xayr. Ikkinchi potokda qatnashgandim. Endi necha yillik qabziyat qiynaydi. Ham boshida qatnashmadimda, oxirrog'ida qatnashdim. Smuzilarni ichyapman. Lekin bir-birida anaqa yumshamay qolyapti-da. Yo noto'g'ri qilyapmanmi? Leksiyalarni yana qayta eshitib chiqing. Qayerdadir sizda уже to'liq bo'lmayapti. Yoki sizda suv yaxshi emas, yoki mashqingiz yaxshi emas, yoki stress haqida berilgan nimalar ham bor edi. Mashqlar ham, leksiya bor edi. O'shani ham eshitib chiqing. Chunki analiz qilsangiz o'zidagi sabab chiqadi. Stressim bor lekin. Ana shu stress haqida berilgan leksiyani bitta yaxshilab qarab chiqing-da, qayta. Chunki bir marta eshitsamiz, biz tushunganday bo'lamiz. Ikkinchi marta eshitsamiz, muhim joylarini anglab qolamiz. Uni qilib ko'rib, yana bir qaytadan eshitsangiz, yana boshqa e'tibor qilmagan narsalaringizni tushunib qolasiz. Shuning uchun qayta eshitingda leksiyani, bitta o'zida analiz qilsangiz, birdan sababini bilasiz. Keyin bundan keyingi hayotingizda ham xuddi shunday. Bundan keyingi hayotingizda ham o'sha bilim bor-ku. O'zida sinab ko'ryapsiz-ku. Qayerdadir noto'g'ri ketadigan bo'lsa, deysiz, analiz qila oladigan bo'lasiz. Bizlarga Dilafruz Abdullayeva marafonda bunaqa degan edi, mana bu bilimni bergan edi. Men shu bilimni qilmasdan qo'ydim. O'sha uchun hozirda ahvolim bunaqa deydigan narsani tushunib olasiz. Qabziyatingiz, necha yillik qabziyatingiz ancha yaxshi bo'ldimi? Yengillashdim ancha, xudoga shukr. Ertalab endi smuzini har kuni ertalab qila olmayapman. Mana hozir ichib oldim. Ertalab birda ichaman, birda ichmayman, ishga shoshib ketgan paytida. Ertalab ishga borib yeydigan bo'lsam, yaxshi keladi ichim o'sha paytda. Birda anaqa qilmaganim uchun nima kelmay qoladi orada, lekin ancha xudoga shukr yumshagan. Ana keyin gemoroy bor edi, 4-stepen degan, operatsiya degan. O'shani endi qildirishga qo'rqib turibman, mana shunaqa birinchi ichimni yumshatib olmagunimcha uni foydasi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zingizga to'g'ri o'ylabsiz. Foydasi yo'qda, uni anaqa qilsa keyin yana chiqadigan bo'lsa baribir. Birinchi buni to'g'irlab olganim yaxshiroq emasmi?
yo shundan keyin balki gemoroyim yaxshi bo'lib ketarmikan bilmayman endi shu masalada nima Ancha yaxshi bo'ladi. Sizda asosiy hayotingizdagi stressni olishingiz uchun-da. Chunki qarang, hattoki operatsiyagacha boradigan darajada bo'lib qolgansizda. Mana bu narsa hozirgi muammosini hal qilmasdan tashlab qo'yadigan kishilarning ahvoli bo'ladi. O'z vaqtida muammosini hal qilmaganda u sizda demak qabziyatingiz davom etavergan, stressingiz ham davom etavergan, stress bilan qanaqa qilib kurashishni bilmagansiz, qanaqa qilib o'zingizni tinchlantirishni bilmagansiz. U hamma narsa birgalashib o'sha gemoroyga cho'kib ketgan. O'sha buni operatsiya qilmasang bo'lmaydigan darajada olib kelgan. Mana shu narsa muammoni shu turishga orqaga tashlagan odamlarda olib keladigan oqibatida. Siz endi juda ham kech bo'lsa ham, hattoki marafonga kirib, marafonni eng oxirgi vaqtlaridan o'sha boshlagan bo'lsangiz ham, mana sekin muammongiz hal bo'layotganini ko'rdingiz. Xuddi shunday davom ettirishingiz kerak. Qayta leksiyalarni hammasini eshitib chiqishingiz kerak. Juda ko'p savol-javoblar, ular u yerda bo'lgan jonli efirlar juda ko'p bo'lgan. Jonli efirlarda har bitta kishini muammosi qarab chiqilgan. O'sha muammo haqida ham birovlarda javob berayotgan, birovning savollariga javob berayotganini eshitib ham siz o'sha analiz qilib olib o'ziga keraklisini olib olishingiz mumkin. Shuning uchun hali chiqib ketmasdan oldin chunki bu keyin ikkinchi potokni bizlar chiqarib yuboramiz. U informatsiyalarga keyin siz kira olmay qolasiz. O'sha uchun tezlikda hammasini eshitib, efirlarni ham eshitib chiqing. U yerdagi berilgan muammo rosa katta muammo. Rosa katta leksiya, berilgan bilimlar juda katta. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga qatnashganlaringiz uchun. Bugun shu bilan bizni efirimizni tugatamiz. Yana keyingi safar ko'rishguncha demak, 1-chislodan 10-noyabrgacha bizlarda ichki tiklanish marafoni bo'ladi. Hamma har xil muammo bilan keladi. Mana ko'rganingizdek, efirga eshitganingizdek, boshdan bosh kirishib hammasini to'liq bajargan odamlar даже unga o'tib ketsa ham o'zlariga yoqib qolganligi uchun davom etishadi. Davom etganligi natijasida yuzi oqargan, chiroyli bo'lgan, qomati go'zal bo'lgan, yillab muammosi hal bo'lmagan, muammolari hal bo'lgan darajada chiqib ketishadi. Xuddi shu ishimizni boshlagan ishimizda Alloh sizlarga ham bizlarga ham nasib qilsin va ikki tarafga va hammamizga manfaatli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr.